Farzandingiz yolg'on gapiryaptimi? Demak, siz uni qattiq nazorat ostiga olgansiz. Farzandingiz yaxshi gapira olmayaptimi? Demak, siz u bilan suhbatlashmas ekansiz. Farzandingiz o'g'rilik qilyaptimi? Demak, siz unga sovg'a salomlar bermayotgan bo'lishingiz mumkin. Farzandingiz qo'rqyaptimi? Demak, siz uni ko'p himoya qilarkansiz. Farzandingiz boshqalarni hurmat qilmayaptimi? Demak, siz farzandingizni yonida ovozingizni pasaytirmas va boshqalarga hurmatsizlik qilar ekansiz. Farzandingiz doim qovog'i osilganmi? Demak, siz uni maqtamas ekansiz. Farzandingiz qizg'onchiqmi? Demak, siz u bilan o'zaro hamkorlik qilmas ekansiz. Farzandingiz boshqalarga nisbatan tajovuz qilyaptimi? Demak, siz unga nisbatan qo'pol munosabatda bo'larkansiz. Farzandingiz zaifmi? Demak, siz unga